Sal oshib ketib qolibmiz-da. Qanaqa napitka qo'ydingiz dasturxonga? Yupi qo'ygandim qo'shni. Yupi. Endi bu nima qo'ysin? Choy bilan yupi. Biz nashat qo'ydik. Nashatni qo'yish hammaga ham emas, sizga ham emas, sizlarga ham emas. To'g'ri. O'g'lim, mahallada eng zo'r iftorlikni qilib qo'yibmiz-da. Eng oldi bo'libmiz-da mahallada. Birisizda. Biri. Qodirjon, bu joyingiz kuymayaptimi, akajon? Supi kerak emasmi? Yo'q, qo'shni, menda hammasi yaxshi. Hamma narsani zo'r qilibsiz. Faqat shu xurmo bilan nishonla qo'yibsiz-da. Men kecha qo'ygandim lekin. Uni qo'yish shartmi? Ha, endi iftorlikka xurmo bilan nishonla bo'lsa yaxshi-da. Qo'yish kerak edi. Lekin shu joyda mahallaning orqasi bo'lib qoldingiz-da qo'shni. Hatta. Xurmo qani? Yo'qmi? Okey mani. Tog'da qor bormi? Tog'da qor yo'q, nima qilasiz? Orqam kuyyapti. Qorga ko'tum bilan o'tirgim kerakdi. Bilmayman, muzday joy topish. Muzmi, nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Tort bolam, tort. Jonni huzuri. Yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam